nimet degan naqshini aytgandik. Ani buning aloyligi biz o'sha yosh cho'ng bo'lganlar uchun intan bir muvofiq ham bizningki ko'nglimni ifodalagan naqsh ekan. Qizlar tamoq qiladi, balıklar uchun. Shunday qiladi. Shunday qiladi, shunday qiladi. Men deganda qiladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vallahi kim to'xtamas. Bugunni yubordik. Nasıl durumlar? Oluz kuyruğu hazır. Kanakları bazı maymun etsi, kulak işlerisi, şu detsi, yaş kısırlı, yaş sıra diye yapar. Gördün mü? Şunlar bana, sen başına, hadi başına. Yol bergin yol izleyenlerge Sabirge ak yol tilen Pul bergin pak mihrin bilen Yükseklerge ketsun ürler Gömüldü soğuk eksun gönül Peynimizun yürekli esren Yazning oltin otligida hammamizga yog'sin omad. Bu yıl rol tutuşunu ügünüş temisideki bir etot nep geldik. Hazırca mazmunni dakika yüzek kerak dep pesek hayatlık bilen şu maşina edişini ikisini bir-birine kiriştirip aşındak bir sözlegen yangicha bir xil uslubda ketdi. Amaliyotda bu etot ko'rilib bo'lgandan keyin bir qarashda yuzaki qarasa şu maşina edash qatnash qistonchiligi u buni so'zlanganda qildi. Amaliyot ishga kirsa haqiqiy so'zlayotganimiz bir sapa masalasi bo'ldi. Bizniki Abdurim Rahman, Abdukerim Abdumet, Enver Abliz, Nurmehmet bizning operaning yaxshi artisti. Uningdan sirt mening san'at maktabidagi ishga o'quvchim Sherzod bilan Alfira şu 6 adam oynaydi. Assalomu alaykum. Alkuy to'ridagi aziz ko'rurmanlar. Qurban hayitinglarga Muborak Bo'lsin. Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Ma'rifat ruhi, zamonaviy madaniyat, güzel aile, barcha oila ahliga qut nishon bo'lsin. Ailenin şartları içinde hem de ailelerde inaklık, turmuşunlarda uqtuq, hem de sıralarda baxt köflesin. Şenjan Prezident stansı 2013 yılı ayem geldi, alem küldü. Qurbayet sanatçılarımız bu şehirde akılaştı. Hem meylenge baxit yar olsun. Hayır olsun. Bugünkü Qurbayetlik sanat kechligini ko'rib shunda qo'shildik. Kayfiyatlar shunda yaxshi, aksilarimizning kayfiyatlar shunda yaxshi ekan. Bizni xo'shallik his qildik. Shunda yaxshi jafolik tayyorlik qildi. Bizni ko'p mamnun bo'ldik. Qurbayetlik sanat kechiligi shunday yaxshi tayyorlanibdi. Numurlar sarxilga ko'rgandagi baxush bo'lgan. Bu sanat kechiligi nihoyat yaxshi bo'ldi. Endi men eng ta'sir qilgani Isamkam to'g'risida qilgan ko'ngil so'zlar programmasi etib. Shu. Endi mushta yaxshi kunlarda Isamkam unutqanmig'iga nihoyat xush bo'ldim. Men eng ta'sir qilgani shu. Voy, nihoyat yaxshi oldu. Ko'nglimiz ko'tarilib qoldi.